Hazrat oliylari sizni chaqiryapti. Hazrat oliylarimi? Nega meni ko'rmoqchi ekan? Nega bu yer shunchalik og'ir muhitda? 뭔데? Sen zoti oliylari olib kelib bosh oshpaz qilgan arvohmisan? Men arvoh emasman. Faqat uzoq yurtlardan kelganman. Men ochiqchasiga gapiraman. Shohning buvisi sifatida seni chaqirdim. Mahoratingni sinash uchun. Mahoratimni? Agar zoti oliylarni oddiy nayrang bilan aldab qo'ygan bo'lsang, jazoingni olasan. Endi yana qanday jazo kutmoqda ekan? Xonim. Ya'ni zoti oliylari, aniq aytingchi, qanaqa jazo? Agar shohni so'z bilan aldasa, til kesiladi. Agar taom bilan aldasa, qo'lidan ayriladi. Nima? Mahoratimni qanday tekshirasiz? Seni saroy oshpazlariga qarshi qo'yaman. Tayyorlan. Demak, oshpaz uchun eng aziz qo'limni tavakkalga qo'yamanmi? Shundaymi? Agar qo'lingni saqlamoqchi bo'lsang, meni taoming bilan ishontirgin. Aslida shuning uchun bosh oshpaz bo'lmaganmiding? Nega so'rayapsan? Qo'rqyapsanmi? Sizlar chindan ham haddan oshyapsizlar. Qochib qutula olmayman. Bu sening ishing. Hammasini sen uyushtirding. Qo'lim kesilsa senga nima? Ammo bu faqat qo'l bilan tugamaydi. Kanmoqchu. Katta baloga qoldim. Senga farmon yozuvchisi Ye Jangyundan xabar keldimi? 예, 전하. Tarixiy yozuvlarni qo'lyozmasini qo'lga kiritdim. Bugun kech soat 22larda olib boraman. U qo'lyozmani topibdi. Endi onamning o'limi ortidagi sirni bilib olaman. Zoti oliylari, bu menman, bosh kotib. Kiravering. Xo'sh, nima gap? Buvingiz oshpaz Yonni chaqirdi. Nima uchun? Menimcha uning taomini tatib ko'rmoqchi. Axir u taomda juda injiq va ishtahasi deyarli yo'q. Ammo uning taomini tatib ko'rmoqchimi? U saroyning bosh oshpazlari bilan bellashadi. Agar yutqazsa, podshohni aldagan deb topiladi. Zoti oliylari o'zi buyurdi. Bu nima deganing? Bu nima degan gap bo'ldi? Menimcha Kang xonim ham o'sha yerda bo'lgan. Kangmi? Menimcha hammasi tayyorga o'xshaydi. U qancha harakat qilmasin, foydasi yo'q. Zoti oliylari taomni umuman yoqtirmaydi. Uning yoqtiradigan narsasi Zot oliylari yetib keldilar.